Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Ziyofat telefonlarida to'y bersa bo'ladimi deb so'ragan mijozlarimiz uchun bugun bizda 200 kishilik qiz yig'in. Qiz yig'inining ichki xizmat ko'rsatdik. Hammasini videoda ko'rib borasizlar. Stolimizda hamma narsa bor. 3 xil salati, xolodilari, mevasi, suvundan odam boshiga 100 ming so'mdan tushdi. Ovqatni xardar qilib lo'lik ol. Videoni ko'rishda davom etinglar. Basa meva sertimiz. Hamma mijozlarimiz sevib, yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan yaponskiy salatimiz. Bahorning eng sevimli salatlaridan biri vitaminka salatimiz. Mayonez salatsiz tashkil emas dedilar-ku. Mayonez salatlarimizdan Sezar qo'yib berdik. Холодныйсini esa setga to'g'ib qo'yib berdik. To'yning eng legendarniy ovqati lo'li kabob. Lo'li kabobsiz to'y emas axir deydi-ku. Shuning podzakaz ovqatlar bilan bugungi to'yimiz super turibmiz. Bemalol kelaverasizlar. Thank you.